Bugun tanlagan yo'lingiz ertangi hayotingizni belgilaydi. Toshkent ijtimoiy innovatsiya universitetida qabul boshlandi. 2022-yilda tashkil topgan ushbu oliygoh Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan berilgan litsenziya asosida faoliyat yuritadi. Eng muhimi, universitet diplomi davlat oliy ta'lim muassasalari diplomi bilan teng maqomga ega. Oliygohda talabalar o'z ustida ishlashi, rivojlanishi va haqiqiy mutaxassis bo'lib yetishishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bular IELTSga yo'naltirilgan bepul ingliz tili kurslari, iqtidorli va ilmga chanqoq talabalar uchun stipendiya dasturlari, uzoq hududlardan kelgan talabalar uchun esa zamonaviy yotoqxona xizmat ko'rsatadi. Universitet xalqaro hamkorlikka ega hisoblanib, talabalar Turkiya, Malayziya va Ruminiyadagi top universitetlarda amaliyot o'tashi va bilimlarini oshirish imkoniyatiga egadirlar. Bundan tashqari, Chirchiq davlat pedagogika universiteti bilan ham hamkorlikka ega va eng muhimi, grant asosida ta'lim olish imkoniyati ham mavjud. Oliygoh o'tgan o'quv yilida o'zining ilk bitiruvchilarini katta hayotga kuzatdi. Universitetda 15 ga yaqin yo'nalishlarda tajribali professorlar, dotsentlar va fan nomzodlari ta'lim beradi. Oliygohda bakalavr va magistratura bosqichlari mavjud bo'lib, talabalar kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shaklida tahsil oladilar. Yo'nalishlar va kontrakt narxlari: bakalavr bosqichi, buxgalteriya hisobi va audit, kunduzgi 4 yil 18 million so'm, kechki 4,5 yil 18 million so'm, sirtqi 5 yil 13 million 500 ming so'm, axborot tizimlari va texnologiyalari, kunduzgi 4 yil 18 million so'm, kechki 4,5 yil 18 million so'm, sirtqi 5 yil 13 million 500 ming so'm, bank ishi, kunduzgi 4 yil 18 million so'm, kechki 4,5 yil 18 million so'm, sirtqi 5 yil 13 million 500 ming so'm, biznesni boshqarish, kunduzgi 4 yil 18 million so'm, kechki 4,5 yil 18 million so'm, sirtqi 5 yil 13 million 500 ming so'm, iqtisodiyot, kunduzgi 4 yil 18 million so'm, kechki 4,5 yil 18 million so'm, sirtqi 5 yil 13 million 500 ming so'm. Iqtisodiyot, kunduzgi 4 yil 18 million so'm, kechki 4,5 yil 18 million so'm, sirtqi 5 yil 13 million 500 ming so'm. Moliya va moliyaviy texnologiyalar, kunduzgi 4 yil 18 million so'm, kechki 4,5 yil 18 million so'm, sirtqi 5 yil 13 million 500 ming so'm. Filologiya va tillarni o'qitish, arab tili, kunduzgi 4 yil 17 million so'm, kechki 4,5 yil 17 million so'm. Filologiya va tillarni o'qitish, o'zbek tili, kunduzgi 4 yil 17 million so'm, kechki 4,5 yil 17 million so'm. Filologiya va tillarni o'qitish, rus tili, kunduzgi 4 yil 17 million so'm, kechki 4,5 yil 17 million so'm. Filologiya va tillarni o'qitish, ingliz tili, kunduzgi 4 yil 17 million so'm, kechki 4,5 yil 17 million so'm. Maktabgacha ta'lim, kunduzgi 3 yil 16 million so'm, kechki 3,5 yil 15 million so'm, sirtqi 5 yil 12 million so'm. Jismoniy madaniyat, kunduzgi 3 yil 16 million so'm, kechki 3,5 yil 15 million so'm, sirtqi 5 yil 12 million so'm. Boshlang'ich ta'lim, kunduzgi 4 yil 16 million so'm, kechki 4,5 yil 15 million so'm, sirtqi 5 yil 12 million so'm. Psixologiya, kunduzgi 4 yil 16 million so'm, kechki 4,5 yil 15 million so'm, sirtqi 5 yil 12 million so'm. Maxsus pedagogika, kunduzgi 4 yil 16 million so'm, kechki 4,5 yil 15 million so'm. Tarix, kunduzgi 4 yil 16 million so'm, kechki 4,5 yil 15 million so'm. Magistratura bosqichi, ta'lim shakli, kunduzgi bank ishi, raqamli iqtisodiyot, moliya, iqtisodiyot, kontrakt narxi 21 million so'm. Lingvistika, psixologiya hamda tarix, kontrakt narxi 19 million so'm. Eslatib o'tamiz, sirtqi ta'lim shakliga faqat 3-4 kursdan boshlab mahalliy yoki chet el oliygohlaridan o'qishni ko'chirib o'tkazish orqali tahsil olishingiz mumkin. Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti. Biz bilan o'rganing va har qanday joyda muvaffaqiyatga erishing.
Hoziroq admission.tu.uz rasmiy sayti orqali ro'yxatdan o'ting.